Men hozir sizga beradigan amaliyot mo'jizalar haqiqatdan borligini isbotlab beradi. Chunki sizning qandaydir xohishingiz albatta amalga oshadi. Faqat bir narsani tushunish juda muhim. Hamma narsa sodir bo'lishi uchun men beradigan yo'riqnomaga qat'iy amal qilishingiz kerak. Ushbu mo'jizani biz o'zimiz yaratamiz. Boshlanishiga like bosing, ushbu video bilan yaqinlaringiz bilan bo'lishing va uni saqlab qo'ying. Izohlarda yana nimalarni ko'rishni yoki bilishni xohlashingizni yozing va sahifamga obuna bo'ling. Bu yerda hammasi uchun, hamma narsa siz uchun. Bu amaliyot 369 deb nomlanadi. Bu ma'lum bir voqealar zanjirini yuzaga keltiradigan va siz xohlagan narsani o'zingizga magnitlik tortadigan eng kuchli amaliyotlardan biridir. U 33 kun davomida bajariladi. Ya'ni siz biror kunni ham qoldirmasdan har kuni ertalab tushlikda va kechqurun uni bajarishingiz lozim. Sizga bularning barchasini yozib berish uchun bloknot kerak bo'ladi. O'zingizga shunday daftar sotib oling yoki yarating. Ertalab uyg'onganingiz bilan o'z xohishingizni 3 marta yozasiz. Masalan, muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lganim uchun minnatdorman yoki falon miqdorda pul topayotganim uchun minnatdorman. Ushbu minnatdorchilikni 3 marta yozasiz ertalab. Tush vaqti esa xuddi shu jumlalarni 6 marta yozasiz. Kechqurun uyquga ketishdan oldin xuddi shu jumlalarni 9 marta yozasiz. Ushbu amaliyotni 33 kun davomida bajaring va xohishingiz albatta amalga oshishini ko'rasiz. Lekin bu yerda bir narsa juda muhim. Agar xohish ma'lum bir miqdordagi pul bo'lsa, u albatta amalga oshadi. Lekin bu yerda siz tushunishingiz kerak bo'lgan juda muhim bir jihat bor. Agar bu xohish sizning ichingizda aks sado bermasa, ya'ni uni aytayotganingizda qo'rquvni his qilsangiz, undan qo'rqsangiz yoki bunga loyiq emasman deb o'ylasangiz, qancha yozishingizdan qat'iy nazar u sodir bo'lmaydi. Siz bu istakni butunlay ochiq ko'ngil bilan, zavq shavqqa to'la muhabbat bilan va unga allaqachon egaman degan minnatdorchilik bilan qabul qilishingiz lozim. Siz unga ega bo'lishga tayyor bo'lishingiz lozim. Chunki qo'rquv har qanday orzuning va hayotingizga xohlagan har qanday narsaning qilichidir, ya'ni kushandasidir. Men esa sizni yaxshi ko'raman va quchoqlab qolaman. Baxtli bo'ling, salomat bo'ling, ko'rishguncha.